Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Nihoyat soğuk bir akşamı bir milliarder sırtda namrat bir bovayni uchratib qopdi. Milliarder bovaydan so'rabdi. Buncha soğukda chapanmi kiymabsiz? Sirtda turib to'nglamadingizmi? Chapanim yo'q. Ham bundaq soğukqa ko'nib qopdiman, deb javob beribdi bovay. Meni birdam saqlang. Uyga kirib sizga chapan ochiqib beray, debdi milliarder va uyiga kirib ketibdi. Bovay bakli xush bo'pti va uni saqlaydiganligini aytib sirtda qopdi. Milliarder bo'lsa uyiga kirib oldirash bo'lib qopti. Shuning bilan sirtda qolgan bovay esidan ko'tarilib ketibdi. Atsa degan milliarder haliqi bovayni esiga olibdi va uni izlab sirtqa yuguribdi. To'limi afsus. Buvay allaqachon sovuqdan to'nglab o'lib qolgan ekan. Buvayning jasadining yanida bo'lsa, bundoq bir izohat turg'udek. Issiq kiyimlarim yo'q vaqtda sovuqqa qarshi tura oldim. Chunki bundoq sovuqlarga ko'nib qolgan edim. Lekin siz menga chapan ochiqib beraman deb va'da berdingiz. Shuning bilan shu va'dangizga bog'lanib qoldim. Bu soğukqa chidashchanligimni yo'q qilib etibdi. Do'stim, va'dangizda tura olmasangiz, hech ish haqida birsiga va'da bermang. Bergan va'dangiz sizga oddiy bilinishi mumkin, ammo bu boshqalar uchun intayin muhim bir ish bo'lishi mumkin.